O'zbekistonga Xitoydan 100 dona elektrobus jo'natildi. Xabarda aytilishicha, 2025-yilda jami 200 dona elektrobus va ular uchun quvvatlash uskunalarini xarid qilish rejalashtirilgan. Ta'kidlanishicha, avvalroq transport vaziri o'rinbosari Ilhomjon Abdug'afarov Xitoyning Eksport-Import banki boshqaruv raisi Chen Huayu boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashgan. Uchrashuvda tomonlar 200 ta elektrobus sotib olish bo'yicha qarz shartnomasini kelishish va imzolashni tezlashtirish masalasini muhokama qilgan. Shuningdek, qo'shimcha 1000 ta avtobus sotib olish bo'yicha loyiha yuzasidan ham fikr almashilgan. O'tkazilgan tanlovda Xitoyning Yutong Bus Compliment kompaniyasi g'olib bo'lib, kompaniya bilan tegishli shartnoma imzolangan. Biroq tuzilgan shartnoma shartlari, jumladan uning qiymati, muddati, foiz stavkalari yoki qay tarzda to'lanishi haqida ma'lumot berilmagan. Xitoyning Eksport-Import banki orqali avtobuslar uchun mablag' ajratilsa, aniqki O'zbekistonning shundoq ham ko'payib borayotgan tashqi qarziga yana qo'shiladi. Shuningdek, elektrobuslar qarzga olingani hisobiga katta ehtimol bilan yo'lkira haqlari ham oshadi. Shu o'rinda nima uchun bu kabi elektrobuslar yurtimizda ishlab chiqarilmaydi degan o'rinli savol tug'ilishi tabiiy. Buning sababi shuki, mustaqillikka 30 yildan oshgan bo'lsa-da, yurtimizda og'ir sanoat yo'lga qo'yilmadi va bugun ham bunga hech qanday urinishlar bo'lmayapti. Shuning uchun ham O'zbekiston texnologiyalar borasida Xitoy kabi sanoatlashgan davlatlarga qaramligicha qolyapti. Bundan faqat Xitoy kabi sanoatlashgan davlatlar iqtisodi yutadi, ammo bizniki emas. Aslida yurtimizda barcha xomashyo turlari mavjud. Faqat o'z og'ir sanoatimizga ega bo'lsak bas. Har turli texnika va stanoklarni ishlab chiqarishga keng imkoniyat paydo bo'ladi. Mana shunda sohalarning texnik ehtiyojlarini mahalliy sanoat deyarli to'liq ta'minlay oladi. Biroq buning uchun davlat og'ir sanoat barpo qilishga yo'l bermaydigan bugungi xalqaro tartib kishanlaridan ozod bo'lib, mustamlakachi davlatlar ta'siridan xoli o'z mustaqil siyosatini yuritishga o'tish shart. Bu esa albatta islom va uning sanoatga doir ahkomlarini to'liq tatbiq qilish bilangina amalga oshadi.